Xitoy ishg'ol ostidagi Sharq Turkistonning nüfus qurilmasini o'zgartirish urinishini yaqinqi 3 yildan buyon texnik kuchaytirib, Xitoylarni top-top holda e'tibor siyosatlari bilan Sharq Turkistonga ib keldi. Ularga haqsiz uy, yer va yuqori maosh berish bilan birga Uyg'urlar bilan to'y qilishni tashviq qildi. Yana bir tarafdan Uyg'ur yoshlarini namratlikdan qutuldirish, ishga o'rinlashtirish degan bahonalar bilan Xitoy o'lkalariga arzon emgakchi qilib avatishni davomlashtirdi. Xitoy atalmış Şinjan gazetining 15 martdagi xabarda aytilishicha, Uyg'urlar eng to'plashib o'ltiraqlashgan Xotandan 1800 yosh ishga o'rinlashtirish nomida Urumchiga yetkazib kelingan. Xabarda 14 mart T6728 qaytimliq poyezdda Xotandan Urumchiga ib kelingan bu yoshlarning Urumchi va Jiangxi o'lkasidagi fabrikalarga avatilganligi aytilgan. Xitoy Amerikaning 3 axborot organining Xitoydagi xizmatchilarining ishlash ruxsatini uzartib berishni rad qildi. Buningdan burun Amerika Tashqi ishlar ministerligi Xitoyning Xinhua agentligi, Xalq gazeti, Xitoy gazeti, Xitoy xalqaro televiziya to'ri va Xitoy xalqaro radiosidan iborat 5 axborot organini chet el elchilari qatoriga kirgizib, bir qator cheklamalarni qo'ygan bo'lib, Xitoy o'ch elish xarakterli qaror chiqarib, New York vaqt gazeti, Wall ko'chasi jurnali va Washington pochta gazetining Xitoydagi xizmatchilarini qo'llab chiqargan. Xitoy doiralari yuqorqi 3 media organining xizmatchilarining Xitoy, Hong Kong va Ominda muxbir sifatida xizmat qila olmaydiganligini bildirdi. Amerika doiralarining koronavirusini Xitoy virusi deb atashi ikki davlat orasida diplomatik jiddiylik paydo qildi. Amerika prezidenti Donald Trump Twitter hisobida bayonot e'lon qilib, Amerikaning Osiyo va ta'sirga uchirgan boshqa shirkatlarga yordam beradiganligini bildirganda, Xitoy virusi degan so'zni ishlatgan edi. Buningdan burun Amerika doiralarining Wuhan virusi deb qo'llanishi Xitoy tarafni beoram qilgan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Gong Shuang buningga norozilik bildirib, Amerikalik ba'zi siyosiylar koronavirusini Xitoyga bog'lab, Xitoyni qorlayotdi. Buni qattiq ayiblaymiz. Amerikani Xitoyni ayiblashdan to'xtashga chaqiramiz dedi. Bu haqda Oqsaroyda muxbirlarning savoliga javob bergan Trump, bu virusni Xitoyda o'tirg'i chiqdi, meningcha Xitoy virusi degan atalg'ini ishlatish pek muvofiq dedi. Türkiye Səhiyyə Ministri Faxriddin Koca, bütün dünyada tarqalgan Xitoy virusi sababli Türkiye'de tunji ölüm vakası ko'rilganligini bildirdi. O o'lgan kishining 89 yoshlik bir er kishi ekanligi, Türkiye'de yuqumdorlar sonining 98 ga chiqqanligini aytdi. O 17 mart e'lon qilgan bayonotida 89 yoshlik bir kishi edi. Xitoy bilan aloqa qilgan bir xizmatchisidan yuqumlandi. Hammalarni tadbirga rioya qilishga chaqiraman. Kunlar mundaq o'tavermaydi. 1,5 oy 2 oy bardoshlik berayli dedi. Yana bir tarafdan Xitoyning qosila yuqum ahvoli eng og'ir bo'lgan Italiyada yana 345 kishi Xitoy virusi bilan o'lib, o'lganlar soni jami 2503 ga yetdi. Italiya ommaviy mudofaa idorasining boshlig'i Borelli hozirgi yuqumdorlar sonining 26062 ga chiqqanligini, o'lganlar va saqayganlarni qo'shganda Italiyada jami yuqumlanganlar kishi sonining 31506 ekanligini aytdi. Şimali Atlantik Akti Təşkilatı, yani NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg, barlıq ittifaqdaşlarının Şimali Makedoniyanın a'zalığını qabul qilganligini e'lon qildi. Ommaviy taratquv hisobida uchur yo'llarga Stoltenberg eng oxirida Ispaniya Kengash palatasini Şimali Makedoniyanın a'zalığını ma'qullaganligini uqtirdi. O shunday qilib 30-a'zoyimiz bo'lgan Şimali Makedoniyani tabriklayman dedi. Bir qism rasmiyatlarni tamomlagandan keyin Şimali Makedoniya rasmiy holda NATO'nun 30-a'zosi bo'ladi.